Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Aziz, muhterem, süyümlük Şarkı Türkistanlık karındaşlarım. Allah'a hamdülillah olsun ki yeni bir kıtım yüz görüşüp oturttuğumuz. Temimiz Rusya-Ukrayna uğraşı ve bizge alakası. Bu temada gep qilish ne doğrusu bek halamaydım. Çünkü bu uruş, bu münasebet bek köp mülayizçilerini yalgan çıkıp koydu. Ahırını mölçerligini olmaydıgan, mölçerle hata çıkıdıgan ahvallar bek köp görüldü. Onun için bu ayakta bir deyişini bek halamaydım. Şundak olsumu yanılı bazı değişik taraflarına nazar tutup bu temini kolga alıp oturttuğumuz. Aslında aldığım videoda kıstırma mazmun kılıp dep koyağına dep oylagan. Keyin qarasam gep ağıp ketadigan dep kaldı. Şunu bu mevzunu bugün deyişimge to'g'ri keldi. Bu aldı bilen şunu dey. Bazılarınla Uygurca gepni tushunmamsizlik qanday. Rossiya haqidagi ijobiy gaplarni hamon Rossiyaning eskiligini unutib qoldingmi degil turdi ekensizlar. Hech kim Rossiyani yaxshi ekan demoqchi bo'lyapmisizmi? Gapni tuzuk tushunmayli aldirib ketadi ekensizlar. Tushunmasanglar inkaz yozishga kim zorladi bilmayman. Endi mavzuga kelsak, qarindoshlar, bu urush asosan kuch ko'tib qasddan degidek chiqarilgan bir urush bo'ldi. Bu yaqindan büyük bir uyum bo'lish ehtimoli bor. Ukrayna g'arbga ishonishda chekdan oshiryapti va buning ziynini tortyapti. Kelgusidami eng chong ziyon tortquchi Ukrayna bo'ladi. G'arbliklar Ukraynani qurbon qilib foydalanmoqda. Komediya artisti bo'lgan Zelenskiyning davlatchilik ilmi, siyosat bilimi, strategiya, taktika bilimi bo'lmagan, faqat demokratiya tuzimining xosiyatida xalq o'zi yaxshi ko'rganini saylash bo'yicha saylangan bir rahbar edi. Xalq degan mana shunday. Uning bilimi bilan hisoblashamdi. Ko'ziga issiq ko'ringanini qo'llaydi. Mana endi bu komediya artisti Ukraynaning beshini balog'a tiqib qo'yib qahramon bo'lmoqda. Aslida Ukraynaning jug'rafiyalik o'rni nuqtasidan betaraflikni tanlagan bo'lsa, NATO yoki Yevropa ittifoqiga havas qilmagan bo'lsa, g'arb kuchlari yoki NATO bilan Rossiya orasida tampon rayon sifatida qolgan bo'lsa, albatta to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Ukraynaning NATOga kirish havasi Rossiya uchun bir dard bo'lgan bo'lsa, buni tamamen to'g'ri tushunishga tegishli normal inkas deyishga bo'ladi. Chunki hech qanday bir davlat, nayt kuchli bir davlat yoki nayt kuchli bir kuch bilan tam qo'shni bo'lishni xohlamaydi. Bunday ahvol u davlatning davlat mudofaasi nuqtasidan bir andishi manbasi bo'lib qolg'achqa, davlat mudofaa yukini ig'riltiydi. Harbiy hozirlik musobaqasi boshlanishga boradi. Mana shu sababdan Rossiya NATO kuchlari bilan tam qo'shni bo'lishni xohlamagan bo'lsa, Rossiyaning inkosini yo'lliq deyishga majburmiz. Ukrayna g'arbga ishonishda chekdan oshiryapti. Ya'ni tamponlik saqlayolmadi dedi. Buningda ikki xil ehtimollik bor. Biri Zelenskiyning davlat odami emaslik sababli davlat odami emaslik kimligidan manbalangan. Yana biri g'arb tarafidan aktiv kuch kiritilgan. Bu ehtimollar ichidan Zelenskiyning nodonligi haqida yana o'xshamagan qarashlar mavjud.
ommaviy matbuotlar orqali xalq qaymoqtirilib saylatilgan degan qarash. Bu qarash to'g'ri desak, u holda g'arbning kuch kiritishlariga asarroq kuchadigan Zelenskiydek bir odamning saylatilishidan boshlangan bir o'yin sahnada demakdir. Ya'ni kelgusi planlarning mukammal ishlashi uchun oldin yo'l silingan demakdir. Xo'sh, undaqda qandaq bir o'yin bu? Amerika Yevropani o'zidan ayrilanmaydigan qilish uchun topgan bir o'yin. Chunki bu mezgilga kelganda Yevropaliklar NATOga ehtiyoji yo'qligini idrok qilishga, Amerikani NATO deyishga dambas qilishga boshlagan edi. Yevropani o'ziga muhtoj qilishning yo'li ularga bir cho'ng xavfli dushman yaratish. Ondan uni bo'bö qilib ko'rsatib, o'z atrofiga uyushtirish edi. Bundan boshqa, ya'ni Yevropani o'ziga mahkam bog'lashdan boshqa maqsadlarmi bormi? Bo'lishi mumkin. Rossiyani ajizlatish. Rossiya bek ajizlab ketsa, Yevroasiyo cho'nqurligida tangponlik buzilishi mumkin. Rossiya raqib bo'lishdan, xavf bo'lishdan qolsa, Yevropaning Amerikaga ehtiyoji qolmaydi. Bumi Amerikaning ishiga yaramaydi. Faqat ma'lum darajada ajizlatish, ondan xil uzun bir mezgil ichki yaralarni emlash bilan mashg'ul bo'lib qolsa, yetarli bo'lsa kerak. Rossiyani parchalash deyilsa, u holda Amerika butun dunyoning beshiga bala bir ishni boshladi deganlikdir. Bu haqda tuvanda yana to'xtalaman. Bu bayonlarning Rossiyaning ziyoda ojizlashib ketishi Amerikaning Yevropaga bo'lgan kontrolligini keraksiz qiladigan vaziyat tug'diradigan bo'lsa, bu natija Amerika uchun ziyonli. Undaqda Amerika nemishqa bunday qilyapti? Ko'rinib turgandek, Amerika davlatining manfaatiga ziyonli bo'ladigan bir ishni qilayotgani Amerika davlati emas, globalchilar ekanligini dalillaydi. G'arbning Rossiya dushmanligi shu darajaga yetdiki, Ruslarning butkul madaniyati dushman ko'rsatilmoqda. Kulturi, Rus mashhurlari, dunyo madaniyati g'azinasida ismi kechadigan muzikantlar, yozuvchilar, olimlar hammasi dushman sifatida G'arbning iste'molidan chiqariladigan bir xil kayfiyat G'arbliklarning hissiyotiga hokim bo'lmoqda. Bu urush shuni qistirib qo'yay oldi bilan, bu darajadagi chetga qiqish, hatto natsistlar davrida Germaniyaga qaratami bo'lib boqmagan turdagi bir xil chetga qiqish bu. Xo'sh, bu urush Sharq Turkistonning kelajagi ustisidan intayin ziyonli bir urush bo'layotdi. Bu urush tufayli Amerika Xitoyga xo'shamad qiladigan mavqega tushdi. Xitoyning bir Xitoy siyosatini tasdiqlaydiganligini, Tayvan mustaqilligini qo'llamaydiganligini yana bir qitim jakalash bilan birga Xitoyni parchalash tipidagi har qanday kuchlarga tarafdor bo'lmaydiganligini bildirdi. Bundan boshqa, odatda xo'shamad, hatto yaloqchilik desam bo'ladigan darajada Trump davrida boshlangan Xitoy josuslik turini tekshirish va zarba berish harakatining irqchilikqa qochayotganligi bahonasi bilan to'xtatilganligini jakaladi. Qarindoshlar, Amerikada Trump davrida Xitoy josuslarini tozalash bo'yicha bir kampaniya boshlangan. Bu mush urush tufaylidan to'xtatildi. Xitoy josuslariga mayli deyildi. Bu darajada xo'shamad qilyapti Xitoyga. Chunki Rossiyaga qarshi Xitoyga muhtoj. Hech bo'lmaganda Rossiyaga qarata tarafsizlik maydoni tutishini qo'lga keltirish niyatida mana shunday qilyapti. Rossiya Xitoyga muhtoj. Ikki cho'ng kuchning Xitoyga bo'lgan muhtojligi Xitoyni xalqaro sahnada texmi mashhur qilishga, Xitoyni texmi keng ko'lamda e'tirof qilishga da'vatdir. Bu aciz davlatlarni Xitoy oldida tizlanadigan mavqega ittirdi degan gap. Bundan boshqa, Rossiyaning ajizlashishi Yapon dengizi, Seriq dengiz yoki G'arbiy Shimol Atlantik okeanining teshligida hozirgi tangpongliqning buzilishi ma'nosiga ega.
Bu hal Yaponiyanın endişesini aşırı tutdu. Janubiy Koreya, Filippinlar, Janubiy Xitoy dengizi etrafının vaziyetida jiddiylik paydo qilishi muqarrar. Ya'ni tengpunglikning buzilishi Xitoy kuchining eshib ketishini keltirib chiqaradi. Rossiyaning ajizlashishi Amerikaning birli cho'ng dushman Xitoy bilan qilishining bizga foydali bo'lishi xiyollarimi bir fantaziyadan iboratdir. Amerika Sharqi Turkistonning siyosiy taqdiri nuqtasidan kelgusining siyosiy jug'rafiyalik vaziyatiga qaraladigan bo'lsa, hargizmi Rossiyaning o'rnini bosolmaydi. Sharqi Turkiston masalasida Rossiyaning o'rnini bosolmaydi. Amerika Xitoy bilan Tinch okean orqali chegaralanadi. Tinch okean orqali chegaralanadi. Ko'rayotganinglardek. Bu araliq bek uzun. Amerikaning ahamiyat berdigini Tinch okeandagi manfaatlar yoki ittifoqdosh davlatlarning manfaatlari. Shunlashqa Osiyo quruqligi markazida bo'lgan Sharqi Turkistonga qiziqishi Rossiyaning qiziqishiga selishtirganda hech narsa emas. Rossiyaning tarixda bizga qilganlarini unutib qolmadik. U chaqlarda manfaatining taqozosi shunday qilishga majbur qilgan edi. Ashunda qilmasi bo'lmaydi. Chunki Rossiya yoki Sovet ittifoqi tarkibida irqdoshlarimizning tuproqlari bor edi. Bu tufaylidan bizning mustaqilligimiz Rossiyaning peshiga tutishadigan o't bo'lishi ko'rinib turgan masala edi. Davlatlar munosabatida oddiy formulalardan biri davlatlar munosabatida mangulik do'st bo'lmaganidek mangulik dushmanmi bo'lmaydi. Shunga bugungi yangi siyosiy jug'rafiyalik holat o'tmishdagiga o'xshamaydi. Bizning mustaqilligimiz Rossiyaning manfaatlariga taqashmaydi. Foydasi texnik zo'r. Kelgusida Rossiya uchun asosiy xavf bo'lgan Xitoy qarshisida Sharq Turkiston Rossiyaning doimiy ittifoqchisi bo'la oladiganligini Rossiya mo'ljallamay qolmaydi. Rossiyani Xitoyning ittifoqchisi sifatida ko'rayotganlar masalaning suv yuzida layligan qismi qarab gap etayotgan bo'lib, Rossiya Xitoy orasida cho'qin eg'zaladigan yaralar mavjud. Rossiyaning Xitoyga bo'lgan ehtiyoji va dushmanligini yoshirishga majbur bo'lishi g'arbliklar tomonidan zo'rlangan bir tutum bo'lib, Rossiyani Xitoyning quchog'iga ittirayotganlar g'arbliklardir. Bugungi vaziyat qisman tarixdagi bir takrorlanishdekmi qiladi. 1979-yili Sovet ittifoqining Afg'oniston ishg'olimi bir xil kuch kiritilishining natijasidir. Amerika Sovetning niyatini oldin ola bilatdi. Afg'onlar Sovet yordam qilib bizga tosh yo'l yasab beryotdi deb o'ylab qolgan chaqlardan boshlablar bu tosh yo'llarni kelgusidagi tajovuzchilik harakatida urush mashinalarining sur'atiga ta'sir yetkazmaslik uchun yasayotganligini Amerika bilgan. Ve bu noktada Xitoy bilan kelishib, Sovet signallarini ta'qib qilish uchun Qashqar shahar atrofiga bir antina o'rnatgan edi. Qashqar atrofida yashaydiganlarga shu zamonlarda paxtakli atrofida bir igiz munarini ko'rganliginglarni esingizga olaysizlar. Bunun bilan Sovetning tajovuzchilik niyatlarini 5 qo'ldek bilib tura olgan. Barliq signallar tinch olgan. Ammo buni Sovet ittifoqining yemirilishida bir davr bo'lgich fursat deb bilgan. Hatto Sovet ittifoqining harbiy harakatlariga ko'z yumadiganlik haqida yoshirin bishoratni bergan. Bunun bilan jasoratlangan Sovet Afg'onistonga tajovuz qilish bilan o'zining xotimasini hozirlagan edi. Bugungi Rus-Ukrayn urushini Rossiyaning parchalanishiga sabab bo'ladi deguchilar va buni tamoq qilayotganlar bor. Xitoymi buni tamoq qiluvchilarning eng manfaatdor birisi hisoblanadi. Menimcha Xitoylar Putinga astiribdan madad berib, bu patqoqqa petishi uchun kuchkirtkichilik qilgan bo'lish ehtimoli bor. Olimpik korpusdagi Xi Jinping Putin ko'rishmasining yoshirin mazmuni mushaqda bo'lgan deb qiyos qilishga bo'ladi. Xitoylar Putinga arqangda men bor deb kuch ko'tib qo'ygan. Patqoq patqandan keyin vafosizlik bilan teshliqchi bo'lib olgan bo'lish ehtimoli bor. Bugungi vaziyat taraqqiy qilsa, Rossiya ojizlasa,
Hatto ba'zilar qiyos qilayotgandek Rossiya parchalansa, Xitoy texmi to'sqinsiz kuchaydi. Sibiriyaning markaziga qadar kengayishi mumkin Xitoylar. U holda Sharq Turkiston tamoman Xitoy iskanjasiga tushib qoladi. Bu siyosiy coğrafiya nuqtasidan qo'rqinchli oqibatdir. Ya'ni Rossiya parchalansa, qandoq parchalanadi? Qayerga parchalanadi? Nayt tabiiyki Rossiyaning Yevropa qismi, ya'ni Ural tog'larining g'arbi parchalanmaydi. Uzoq Sharq Sibiriya taraflaridagi Rus nüfusuning ozligi tufaylidan hukmronlik bo'shliqi shakllanadigan bo'lg'achqa ana shu taraflar parchalanishi manaman debla turgan ekan. Rossiyadan parchalangan parchalar xaritaga qaranglar. Uzaq Sharq, ya'ni Vladivostok. Bu Vladivostokning Xitoycha ismi bo'lgan burun Xaysanvey. Vladivostok o'lkasi Xabarovsk o'lkasidan tortib toki Krasnoyarskgacha bo'lgan joylar Rossiyadan ayrilib qolsa, o'z-o'zini mudofaa qila oladigan kuchi bo'lmaydi. Bir siyosiy coğrafiyalik vakuum shakllanadi. Mana bu vakuumni kim to'ldirdi? Albatta Amerika to'ldiranmaydi, qarindoshlar. Yevropa mı to'ldiranmaydi? Faqat Xitoy to'ldirdi. Bu holda Tashqi Mong'oliya tamoman Xitoy tuproqlari ichidagi bir orolga aylanib qoladi. Mushundaq bir vaziyat borliqqa kelgandan keyin Tashqi Mong'oliyaning davomli mustaqil davlat bo'lib tura olishi butunlay Xitoyning insobiga bog'liq bir masalaga aylandi. Agar bu bo'ri dasqinidan pay elishga qiziqqan taqdirda, agar Amerika bu bo'ri dasqinidan pay elishga qiziqqan taqdirda Amerika Alyaska tarafdan Tatar bo'g'zidan o'tib Kamchatka yarim oroli va shuning shimolidagi bir qism rayonlarni ishg'ol qilishi mumkin. Ammo buni Amerika tuproq qilib olmaydi. Bu Amerikaning metodiga uyg'un kelmaydi. Amerika bu yerlarni ishg'ol qilgan taqdirda Amerikaga biqinadigan bir yerlik hokimiyat qurishi mumkin. Ya'ni bir biqindi davlat. Amerika tarixdagi xatolarni yana bir qatim takrorlab Xitoyni kuchaytiryapti. Amerikaning to'g'ri qilganligini deyishning imkoni yo'q. Amerika tarixda Xitoylarni 3 qatim qutqizib olgan. Bu xatoning dardini xili tortdik, endi 4-chi qatim yana Xitoy foydalanadigan bir ishni qilmoqda. Haq haqida gap qilishga to'g'ri kelganda shularni deyishimiz mumkin. Unuting Ukrainani. Chunki Ukraina bir vositadir, bir qurbonlikdir. Urush amaliyotda Rossiya bilan G'arb arasida urushdir. Bu nuqtadan masala qarasak, Rossiyani haqliq deyishimiz mumkin. Chunki yuqorida deb o'tganimizdek, bir davlat o'zining chegarasida kuchli bir raqib istamaydi. G'arb kuchlari NATO Ukrainaga joylashmoqchi bo'lsa, bu tabiiyki Rossiyaning davlat mudofaasi uchun xavf. Iqtisodiy jihatdanmi yuk. Chunki bu bosim tufayli mudofaa chiqimlarini oshirishga to'g'ri keladi. Aslida Ukraina bir tampon edi. Bu tamponning bo'lmasligi Rossiyani andishiga solgan bo'lsa, Rossiyaning harakat qo'llanishi g'oyat normaldir. G'arb kuchlari buni bilib turib, mana shunday bir o'yinni sahnaladi. Ba'zilar buni globalistlarning dunyo hokimiyati qurish yo'lidagi qadamlardan biri deb qarashmoqda va Putinni mush o'yinning rolchilaridan biri deb qarashmoqda. U holda foyda oluvchi globalistlar bo'ladi, Ukrainalar emas, Rossiyami qurbonlik bo'ladi. Xulosa shuki, Ukraina xalqaro munosabatlar davlatchilik tutumi nuqtasidan xatolashdi yoki G'arbning depogi usul o'ynadi. Endi qurbonlik bo'lishdan boshqa tanlashi yo'q. Rossiyaga kelsak, Rossiyaning parchalanishi texmi cho'ng ofatlarga sabab bo'ladi. Buni yuqoridagi xaritadan ko'rdik. Amerika Xitoy dushmanligi xarita qaranglar. Amerika Xitoy dushmanligi G'arbiy Techoken rayonida bo'ladigan ustunlik talashishdan iborat bo'lib, Osiyoning kimligiga joylashgan Sharq Turkistonga hech qanday ta'siri bo'lmaydi.
Amerika'nın Tinch okean rayonidagi manfaatlari daxil ta'ruzga uchramaslik uchun Xitoyni Tayvan orqali cheklab turishi zarur. Mana bu hem Tayvanning mustaqilligini qo'llamasligi va shundaqla Tayvanning Xitoy tarafidan ishg'ol qilinishiga qarshi bo'lishining sababi. Chunki Tayvan Amerikaning G'arbiy Tinch okean rayonidagi orollarga qarata egilik huquqining saqlanishida va Tinch okeandagi Amerika homiyligida bo'lgan kichik orol davlatlarning muqimligida bir to'sma rol o'ynamoqda. Amerika Tayvanning mavjud holatini saqlash orqali amaliyotda o'zining Tinch okeandagi manfaatlariga kafolatlik qilyapti. Bularning hammasi Xitoy-Amerika munosabatlarida ziddiyatlik rayon. Manfaatlarining to'qnashadigan nuqtasi. Ammo ichki Osiyodagi ishlarga Amerika jiddiy yo'sinda ahamiyat bermaydi. Ahamiyat bermasimi bo'laveradi. Yuqorida deganlarim bo'lish ehtimoli bo'lgan natijalar nimalarni tug'dirdiganligiga doir analiz bo'lib, bu urushning natijasi nima bo'lishi haqida emas. Buni to'g'ri tushunib, andin fikr qilsanglarkan deyman. Yani ihtimali bo'lgan natijalar kelib chiqmasa, mening farazlarimni maydonga kelmaydi degan gap. Oxirida deydiganim dunyoning bir egisi bor. Globalchilarning ba'zi planlari ancha bek tutmay qolayotganligi ko'rilmoqda. U holda büyük oyun senaristlarning mo'ljallaridagidek mas'uliyat bermasa, u holda bizning siyosiy taqdirimiz uchun yangi chiqish yo'llari tug'ilmay qolmaydi. Şunlaşka ümitsizlenişki gerek yok. Qarindoshlar, bugün bu suhbatimiz müşayiqchi bo'lsin. Agar shunday temalarga qiziqadigan bo'lsanglar, inkas ko'znikiga savol yozsanglar bo'ladi. Qancha ko'p savol yozsanglar, shuncha yaxshi. Anda olsa xayr xo'sh, Allah yana bir qatim ko'rishguncha hammalarni omon qilsin. Alloh aman.